Baribir o'zbekmiz-ku. Birinchi bo'lib choydan boshlaymiz. Yaponiyadan keltirilgan matcha choylarimiz. Quruq mevalar bilan ketadi okean. Choydan qo'y. Okean. Buni kelib olib ichib ko'rmagunizcha ta'mini kamera ortidan tasvirlab bera olmayman. Endi quruq mevalarga navbat. Quritilgan anjir. O'zimiz anjirga o'xshaydi, bu quritilgan variant. Bu esa kivi. Kisli, juda yoqimli. Bunisi esa shotut, o'zimiz. Tilimiz aqo'madi. Bu esa quritilgan apelsin. Kattasidan yeb ko'raylik bitta. Juda mazali. Quritilgan mango. Buni hammasi original mevalar, faqat quritilgan varianti. O'zimiz mana chipsdan keladi. Bu esa quritilgan shaftoli. Yeb ko'rmaganman, yana yeb ko'ramiz. Bu qo'zg'orin emas, bu quritilgan ananas. Hammasini ta'mi o'zgacha. Juda mazali, yoqimli. Me'daga tegib qolmaydi. Gazalken chaqchuq ham barchangizni kutib qoladi.